alaykum barchaga. A + 100 kitobidan navbatdagi misol yechimini boshlaymiz. 61-misolni hisoblang. Demak, bu 10 ga teng. Mana bu kasr 10 ko'paygan 2 taqsim 30. Xo'p. Demak, bu esa bo'lingan, demak ko'paytirishga o'tsak 10 taqsim, mahrajda 3 taqsim 10. Xo'p, bu esa 100 taqsim 99 teng. Bu yerda demak qisqartirib yuborsak 2 taqsim 3 ko'paygan 100 taqsim 3. Xo'p, demak 100 taqsim 99. 200 taqsim 9 199 teng. Demak 200 ko'paygan 99 9 ko'paygan 100. Xo'p, bular ketdi. Mana bu 11 22. B javob ekan. Navbatdagi misol 62. Hisoblang. Demak, bu ikkita qog'ozga ajratib olsak 1 minus 1 taqsim 5 1 plus 1 taqsim 5 1 minus 1 taqsim 6 1 plus 1 taqsim 6 va hokazo. Demak 1 minus 1 taqsim 12 1 plus 1 taqsim 12 teng. 4 taqsim 5 ko'paygan 6 taqsim 5 ko'paygan 5 taqsim 6 ko'paygan 7 taqsim 6 va hokazo. 11 taqsim 12 ko'paygan 13 taqsim 12. Xo'p, 6lar ketdi, 5lar ketdi. Demak 11 12 ham qisqarsa 4 taqsim 5 ko'paygan 13 taqsim 12. Xo'p, 3 ga teng 13 taqsim 15. A javob ekan. Navbatdagi misol 63. Teng. Xo'p, qog'ozni ochib yuborsak, qurshilab olsak, mana bu 7 taqsim 3 plus 2 taqsim 3. Demak 6 taqsim 15 plus demak 9 taqsim 15 plus 100 taqsim 99 minus 1 taqsim 99 teng. Xo'p, qo'shib yuborsak 9 taqsim 3 3 ga teng plus 15 taqsim 15 1 ga teng plus 1 dersak 99 taqsim 99 bu 1 ga teng. Demak 5 ga teng ekan. C javob. Navbatdagi misol 64. Hisoblang. Xo'p, bu yerda 1 taqsim 1 plus 5 darajasi 30 va oxiridagi mana bu kasrni olsak 1 taqsim 1 plus 5 darajasi minus 30 teng 1 taqsim 5 darajasi 30 plus 1 plus 1 taqsim 1 plus 1 taqsim 5 darajasi 30 teng 1 taqsim 5 darajasida 30 plus 1 plus mana bunga umumiy mahraj bersak, demak mahrajda 5 darajasida 30 plus 1 suratga esa 5 darajasi 30 chiqib ketsa, demak suratda mahrajlar teng bo'lib qoldi. E'tibor bersangiz, demak 5 darajasida 30 plus 1 suratda esa ham 5 darajasi 30 plus 1, ya'ni bu 1 ga teng. Demak, tushunib olishimiz uchun, demak mana birinchi kasr va oxirgi kasrda natijasi 1 ga teng. Demak, keyingi kasr mana bu 1 taqsim 1 plus 5 darajasi 29 plus, demak mana bu kasrdan oldingi kasr 1 taqsim 1 plus 5 darajasi minus 29. U ham 1 ga teng. Ya'ni shu ketma-ketlikda demak 30 29 to 0-darajagacha bor. Barchasi yig'indisi 1 ga teng chiqaversa, demak bu yerda 30 ta bir hosil plus 1 taqsim 1 plus 5 darajasi 0. Ya'ni 30 plus 1 taqsim 1 plus 1 yoki bo'lmasam 30 plus 1 taqsim 2. 61 taqsim 2. Demak, bu da javob ekan. Navbatdagi misol 65. Hisoblang. Demak, buni qog'ozlar ochib yuborsak 6 ni 1 taqsim 6 ga ko'paytirsak 1 ga teng.
6 0,3 ko'paytsak minus 0,1,8. Xo'p, plus bu ko'paytirsak 0,8 minus 1. Mana bu ikkalasi 0 bo'lib ketdi. Bu esa minus 1. Mana bu ikkalasining natijasi minus 1, bu B javob. Navbatdagi misol 66. Demak, suratni ikkita qog'ozga ajratib olsak, 1,7 minus 0,8, 1,7 plus 0,8. Mahrajda 0,18 chiqarib olsak, 1 minus 1,5. Demak, suratda ayirmasi 0,9 ko'paygan 2,5. Mahrajda 0,18 ko'paygan minus 0,5 teng. Demak, qisqartirib yuborsak 0,9 va mana bu ikkalasi 5, bu ham 5 minus 25. Bu C javob ekan. Navbatdagi 67. Xo'p, bu yerda demak kasr qismi A ning, bu yerda butun qismi. Demak, teng. Xo'p. Mana bu minusdan 0,8,4 demak butun qismi 0,6 ga teng. Demak, kasr chizig'i 0,6. Demak, buni butun qismi esa mahrajdagi 9 ga teng minusdan. Minus, demak, mana buni butun qismi 8 ga teng. Mahrajda buni kasr qismi esa 0,6. Demak, ko'paygan minus 4,6 ning butun qismi minus 5 teng. Demak, xo'p, bu 0,6 taqsim minus 9 teng bo'ladi minus 2 taqsim 30 ga. Minus, demak, bular esa 6 taqsim 10, 3 taqsim 10, 3 taqsim 5. 5 yuqori chiqsa 40 taqsim 3. Ko'paygan minus 5 teng. Xo'p, mana shuni o'zini hisoblab olsak yaxshi bo'lardi. Mana bunga 10 tadan bersak, minus 2 minus 400 taqsim 30, minus 402 taqsim 32 qisqarsak minus 201 taqsim 15. Mana endi buni yana ichiga 3 ga qisqartirsak minus 67 taqsim 5. Bu esa minus 13,5 dan 2. Xo'p, demak, bu esa bizga demak minus 13,5 dan 2 ko'paygan minus 5. Mana buning ham butun qismini olish uchun biz 1 dan ayiramiz 2 taqsim 5 ni, bu esa 3 taqsim 5 degan. Demak, teng 3 taqsim 5 ko'paygan minus 5 teng minus 3. Minus 3 bu A javob ekan. Navbatdagi misol 68. Xo'p, hisoblang. Demak, mana bu kasrimiz 10 ga teng. Minus kasr chizig'i, demak bu 328 taqsim 10 darajasi 5. Mahrajda 4 taqsim demak 10 ko'paygan 4 taqsim 10 darajasi 4 plus 2 taqsim 10 kvadrat ko'paygan 125 taqsim 10 darajasi 4 teng 10 minus 328 taqsim 10 darajasi 5. Mahrajda esa demak mana bu ikkalasining ko'paytmasi 16 taqsim 10 darajasi 5 ga teng. Plus endi mana bu ko'paytma 250lik, 2 kira 250lik, mana bu 10 bilan bittasini qisqartirsak 25 taqsim 10 darajasi 4 ga teng bo'ladi. 5 ga teng 10 minus kasr chizig'i, demak 328 taqsim 10 darajasi 5. Mahrajda 41 taqsim 10 darajasi 5. Bular qisqarib ketsa
10 minus 328 taqsim 41. Xo'p, ana endi demak 410 minus 328 taqsim 41 ga teng bo'ladi. Teng. Bu esa ayirib borsak, hop 70 82 taqsim 41 2 ga teng. Bu D javob ekan. Navbatdagi misol 69. Hisoblang. Demak, aralash kasrni noto'g'ri o'tsak 11 taqsim 10 plus 3 taqsim 2. Ko'paygan 1 taqsim 6. Mahrajda esa xo'p, mana bunga 2 tadan, bunga 3 tadan bersak 6, demak 5 plus 2 minus 3. Ko'paygan 20 taqsim 39 teng. Bunga 5 tadan beradigan bo'lsak 11 plus 15 26 taqsim 10 ko'paygan 1 taqsim 6 ko'paygan 20 taqsim 39. Mahrajda esa xo'p 7 4 taqsim 6 ko'paygan 2 taqsim 3 desak. Xo'p, mana bu 20 demak 2 13 ga qisqartirsak 2, mana bu yerda 3 hosil bo'ladi. Ana endi mana bu 2 bilan 6 ni qisqartirsak 3. Demak, suratda 2 taqsim 9, mahrajda 2 taqsim 3. Bu esa demak 6 taqsim 18, 1 taqsim 3. Javob ekan. Navbatdagi misol 70. Hisoblang. Demak, mana bu 7 ni 2 ko'paygan 3500 deb yozib olsak va suratdan 3500 ni chiqarsak. Xo'p. 4020 minus 4010. Xo'p. Mahrajda esa 400 minus 200 400 plus 200 teng. Demak 3500 ko'paygan 10. Mahrajda demak 200 ko'paygan 600. Xo'p, mana bular qisqartirib borsak, demak buni 2 ga bo'lib beramiz 5. Bizda qolgan demak 35 ko'paygan 5 taqsim 600. Demak bu 175 taqsim 600. 5 ga qisqartirsak demak 35 mahrajda 120 va yana 5 ga qisqartirsak 7 taqsim 24. 7 taqsim 24 bo'lsa javob ekan. Navbatdagi misol 71. Xo'p, 100 va 500 kesmada 2 ga 3 ga va 5 ga sonlarga bo'lganda qoldiq bir bo'ladigan natural sonini toping debdi. Bizga berilgan sonlarni ko'paytiramiz. 2 ko'paygan 3 ko'paygan 5 ko'paygan 7. Xo'p, 6 35 210. Demak, birinchi son bu 211. 2 ga 3 ga 5 ga 7 ga bo'lsak qoldiq 1 chiqaveradi. Xo'p, ikkinchisi esa demak 212 ga ko'paytirsak 421. Ya'ni 2 ga bo'lsa 420, 1 ni qo'shib olamiz, qoldiq qolishi kerak bu yerda. Bizda kesma 100 dan 500 gacha bo'ldi, 2 ta. Demak, bu B javob ekan. Navbatdagi misol 72. Xo'p, ana endi mana bu ildizga aytaveramiz. 6 faktorial bu 1 ko'paygan 2 ko'paygan 3 ko'paygan 4 ko'paygan 5 ko'paygan 6. Xo'p, 24 120 720 bo'lar ekan. Demak 720 plus 1 720 minus 1. 720 ning kvadrati minus 1. Davomida plus 1 bor. Demak 720 ning kvadrati. Demak teng ildiz ostida 729 minus ildiz ostida 720 ning kvadrati. Demak teng bu 729 minus 720 ildiz osti 9, bundan 3 kelib chiqadi. Demak bu B javob ekan. Navbatdagi misol 73.
Demak, minus ta'sir qildirsak, 8 taqsim 27 darajasida 2 taqsim 3 ko'paygan. Demak, bu 2 taqsim 3 ni 4-darajada 3 taqsim 4 bo'lingan. Minus ta'sir qilsa, demak 64 taqsim 125 darajasida 1 taqsim 3. Xo'p, bu 2 taqsim 3 ni 3-chi darajada 2 taqsim 3 ko'paygan. 2 taqsim 3 ni kubi qoldi. Xo'p, endi buni biz mayli bo'lingan 4 taqsim 5 ni kubining 1 taqsim 3-si teng. Xo'p, 3 taqsim 2 ni kvadrati 4 taqsim 9 ko'paygan. 8 taqsim 27. Ana endi buni ko'paytirishga o'tsa, ko'paygan 5 taqsim 4 teng. Xo'p, qisqaradiganlari bormi? Mana bu 4 bilan 4 qisqarsa 5 kira 8 40 ga teng. Xo'p, mahrajda 9 kira 7 243. Demak, bu B javob ekan. Navbatdagi misol yig'indini hisoblang. Demak, teng 1 taqsim 2, mana bu ikkalasi yig'indisi 1 taqsim 6, bu ikkalasi yig'indisi 1 taqsim 12 plus navbat birortasini mana buni yozaylik. 1 taqsim 2 plus 4 plus 6 plus 8 nimaga teng bo'ladi? Bu 10 20 bu 1 taqsim 20 plus 1 taqsim endi mana bu joyiga yana qo'shamiz. 8 va 10 ni qo'shamiz. 1 taqsim 30 bo'ladi. 1 taqsim 30 plus xo'p. Ana endi 12 ni qo'shamiz. 1 taqsim 42 va plus davom etamiz. Plus 1 taqsim 1 dan demak mana bu 2 dan to 26 gacha bo'lgan juft raqamlar yig'indisi 182 ga teng. Xo'p, e'tibor beramiz. Demak, mana bu 1 ko'paygan 2 plus bu esa 2 ko'paygan 3 plus 1 taqsim 12 bu 3 ko'paygan 4 plus 1 taqsim 4 4 ko'paygan 5 1 taqsim 5 ko'paygan 6 plus 1 taqsim 6 ko'paygan 7 plus va hokazo plus 1 taqsim 182 degani 13 ko'paygan 14. Demak, mana buni 1 minus 1 taqsim 2 deb yozib olsak bo'ladi. Xo'p, ikkinchi kasrda plus 1 taqsim 2 minus 1 taqsim 3 deb yozib olamiz. Xo'p, plus 1 taqsim 3 minus 1 taqsim 4 plus 1 taqsim 4 minus 1 taqsim 5 plus 1 taqsim 5 minus 1 taqsim 6 plus 1 taqsim 6 minus 1 taqsim 7 va hokazo 1 taqsim 13 minus 1 taqsim 14. Xo'p, 1 taqsim 2 1 taqsim 3lar qisqarib ketdi. Demak, teng 1 minus 1 taqsim 14, bu esa 13 taqsim 14. Demak, bu B javob ekan. Navbatdagi misol 75. Xo'p, birinchi kasrda mana buni 1 taqsim 4 minus 1 taqsim 5 yozib olsak bo'ladi. Plus 5 va 7 nechiga farq qilyapti? 2 ga 1 taqsim 2. 1 taqsim 2 ko'paygan mana bu kasr suratidagi 2 ni ham ko'paytma. Xo'p, qavs. Demak, 1 taqsim 5 minus 1 taqsim 7 plus demak 7 bilan 3 3 ga farq qiladi. 1 taqsim 3 ko'paygan suratdagi 3 ni yozib olamiz va qavs ichida 1 taqsim 7 minus 1 taqsim 10 plus demak 10 bilan 14 farqi 4. 1 taqsim 4 suratdagi 4 ni chiqarib olamiz. Qavs ichida 1 taqsim 10 minus 1 taqsim 14. Xo'p, plus demak 14 bilan 19 ni farqi 5. 1 taqsim 5 suratdan demak yana 5 ni yozib olamiz. Qavs ichida 1 taqsim 14 plus 1 taqsim minus 1 taqsim 19 plus demak 1 taqsim 6 ko'paygan 6 qavs ichida 1 taqsim 19 minus 1 taqsim 25 plus xo'p 1 taqsim 7 ko'paygan 7 1 taqsim 25 minus 1 taqsim 32 teng. Demak,
Mana bu 2lar qisqardi, 3lar qisqardi, 4lar qisqardi, 5 qisqardi, demak 6lar ham qisqardi, 7lar ham nimalar qoldi demak 1 taqsim 4 minus 1 taqsim 5 plus 1 taqsim 5 minus 1 taqsim 7 plus 1 taqsim 7 minus 1 taqsim 10 va hokazo. Demak bular qisqarib ketadi. Oxirida 1 taqsim 32 qoladi minusdan. 1 taqsim 4 minus 1 taqsim 32 demak 8 dan bersak 7 taqsim 32. Ajoyib ekan. Navbatdagi misol 76. Teng 6 minus demak mana bu 4 taqsim 3 qolishida 1 plus 1 taqsim 3 deb yozib olamiz. Minus 16 taqsim 15 desa qolishida 1 plus 1 taqsim 15 minus demak 36 taqsim 35 ni qolishida 1 plus 1 taqsim 35 minus xuddi shu tarzda demak 64 taqsim 63 ni 1 plus 1 taqsim 63 minus qolishida 1 plus 1 taqsim 99 teng. Xo'p, qavslovchi yuboramiz. Minus demak 6 minus 1 minus 1 taqsim 3 minus 1 minus 1 taqsim 15 minus 1 minus 1 taqsim 35 minus 1 minus 1 taqsim 63 minus 1 minus 1 taqsim 99. Demek 1 2 3 4 5 5 kere minus 1 minus 5 bo'lsa 6 minus 1 6 minus 5 1 ga teng. Demak minus qavs ichida kasrlar 1 taqsim 3 plus 1 taqsim 15 plus 1 taqsim 35 plus 1 taqsim 63 plus 1 taqsim 99 teng. Xo'p, 1 minus qavs ichida 1 taqsim 1 ko'paygan 3 plus 1 taqsim 3 ko'paygan 5 plus 1 taqsim 5 ko'paygan 7 plus 1 taqsim 7 ko'paygan 9 plus 1 taqsim 9 ko'paygan 11 ko'rinishda yozib olsak. Xo'p, 1 minus demak qavsida 1 bilan 3 farqi 2 bo'lsa 1 taqsim 2 qavsida 1 minus 1 taqsim 3 keyin kasr demak 3 va 5 ham farqi 2 1 taqsim 2 qavsida 1 taqsim 3 minus 1 taqsim 5 plus demak 5 bilan 7 ni ham farqi 1 taqsim 2 qavsida 1 taqsim 5 minus 1 taqsim 7 plus demak 1 taqsim 2 1 taqsim 7 minus 1 taqsim 9 plus 1 taqsim 2 qavsida 1 taqsim 9 minus 1 taqsim 11 teng 1 minus xo'p 1 minus hamma 1 taqsim 2lar chiqarib olsak va qavs ochsak 1 minus 1 taqsim 3 plus 1 taqsim 3 minus 1 taqsim 5 plus 1 taqsim 5 minus 1 taqsim 7 plus 1 taqsim 7 minus 1 taqsim 9 plus 1 taqsim 9 minus 1 taqsim 11 demak 1 taqsim 3lar qisqardi 1 taqsim 5lar 1 taqsim 7 1 taqsim 9lar teng. Demak 1 minus 1 taqsim 2 qavsi 1 minus 1 taqsim 11 1 minus 1 taqsim 2 ko'paygan demak 10 taqsim 11 qisqarsa demak 1 minus 5 taqsim 11 6 taqsim 11 6 taqsim 11 bo'lsa ajoyib ekan. Navbatdagi misol 77. Teng demak davriy kasrdan oddiy kasrga o'tib olsak 2,9 dan 2 plus 2,99 dan 22 plus 2,999 dan 222 mahrajda 4,9 dan 6. Demak suratda 2,9 dan 2 plus mana bu 22,99 11 ga qisqartirsak 2,9 dan 2 demak 222 bilan 99 ham 111 ga qisqarsa 2 taqsim 9. Xo'p, mana bu 3 ga qisqartirsak mahrajda 4,3 dan 2. Demak suratda 6,9 dan 6 mahrajda 4 xo'p 3 dan 2 demak 3 ga qisqartiramiz 2 taqsim 3 to'g'rimi? Demak 6 kira 18 20 taqsim 3 mahrajda 14 taqsim 3 3lar qisqarsin 14 20 taqsim
20 taqsim 14, 2 qisqarsak 10 taqsim 7. Demak, bu A javob ekan. Navbatdagi misol 78. Hisoblaymiz. Kasr chizig'i. Aralash kasrni noto'g'ri o'tsak 11 taqsim 10 plus 3 taqsim 2 ko'paygan 1 taqsim 6. Xo'p, ko'paygan 20 taqsim 39 mahrajda. Mana bunga 2 tadan, bunga 3 tadan bersak 5 plus 2 minus 3 mahrajda esa 6 teng. Xo'p, mana bunga 5 kara 15 26 taqsim 10 ko'paygan 1 taqsim 6 ko'paygan 20 taqsim 39 mahrajda 4 taqsim 6. Xo'p, nollar qisqardi. Mana bu 3. 13 ga qisqartirsak 3, bu yoqda 2. Suratda 2 taqsim 9 mahrajda qisqartirsak 2 taqsim 3. Demak, 6 taqsim 18 bu 1 taqsim 3 ga teng. B javob ekan. 79. Demak, biz minusni ta'sir qildirsak birinchi. Demak, mana minus 1 taqsim 2 ni minus ta'sir qildirsak, minus 2 ning kvadrati hosil bo'ladi. Bu esa 4 ga teng bo'lingan. Xo'p, ana endi mana bu 2 ni minus ta'sir qildirsak 1 taqsim 2 darajasida kvadrat darajasida minus 2. Xo'p, ana endi bu esa 16. Xo'p, bo'lingan, demak, minus 1 taqsim 2 ni kvadrati 1 taqsim 4. Demak, qavscha 1 taqsim 4 ko'paygan, mana buni ko'paytirishga o'tib olsak 4. Demak, 1 chiqar ekan. Bu esa D javobda. Demak, 80-misol. Xo'p, mana bu 135 da 5 ko'paygan 27 darajasida 1 taqsim 3 desak, minus 15 ko'paygan, demak, shuni mahrajda yozaylik. Qavschada 5 ko'paygan 27 darajasida 1 taqsim 3 plus 5 kvadrat darajasida 1 taqsim 3 teng. Xo'p, ana endi mana bu 27 3 ni 3-chisimi 3 ko'paygan ildiz ko'rsatkichda 3 ildiz ostida 5 minus 15 taqsim, demak 3 ildiz ostida, demak ildiz ko'rsatkichi 3 ga teng, mahrajda ildizda 5. Xo'p, plus ildiz ko'rsatkichda, demak 3 5 ning kvadrati teng. Mana bu bilan bu qisqarsa 5 qoladimi? Teng, demak 3 ildiz ostida 3-ko'rsatkichda 5 minus 5 taqsim ildiz ko'rsatkichda 3 ildiz ostida esa 5 plus ildiz ko'rsatkichi 3 ildiz ostida 5 ning kvadrati. Demak, mana buni har biriga ko'paytiramiz. Ildiz ko'rsatkichi 3 ildiz ostida 5 ni ko'paytirib chiqamiz. Teng, demak 3 ildiz ko'rsatkichi 3 5 ning kvadrati hosil bo'ladi. Minus 5 mana bu yerda plus ildiz ko'rsatkichda 3 ildiz ostida 5 ning kubi. Mahrajda ildiz ko'rsatkichda 3 ildiz ostida 5. Mana bu ikkalasi 0 bo'lib ketar ekan. Xo'p, demak 3 ildiz ostida, demak 3-ko'rsatkichi 5 ning kvadrati taqsim ildiz ko'rsatkichi 3 ildiz ostida 5. Bu qisqarsa 3 ildiz ko'rsatkichi 3 5. Bu esa B javob ekan.